Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan Geron g'olining kasalliklari haqida batafsil gaplashamiz. Geron g'olida barg sarg'ayishi. Barg sarg'ayishda suv berishni ko'paytirish kerak. Suv me'yorida berilmasa, geron barglari sarg'ayib ketadi. Lekin sarg'ayish bilan birga umumiy barg shalpayishi kuzatilsa, bu holda suv berishni kamaytirish kerak. Yorug'lik yetishmasa, faqat pastki barglari sarg'ayib ketadi. Tuvagi torlik qilsa ham shu hol kuzatiladi. Agarda boshqa tuvakka ko'chirilgandan so'ng barglari sarg'ayib ketsa, qo'rqmasligingiz mumkin. Bu oddiy hol. Ko'chirganingizdan keyingi nojo'ya ta'siri sarg'aygan barglarini tozalab chiqish kerak bo'ladi. Keyingi yangi barg chiqariladi. Xonadoningizda gullar ifori taralib turishi uchun geron gullariga alohida va mehrli e'tibor qaratishingiz kerak. Geron gulining gullamasligi bu muammo ko'pchilik gullarni bezovta qilishi mumkin, chunki guli uchun geron parvarishlanadi. Bu hol kuzatilsa nimadan darak berishi mumkin? Birinchisi, yorug'lik yetishmasligi, past harorat, katta tuvak. Bu holda ildizi faqat rivojlanib, o'zi esa o'smay turaveradi. Oziqa ko'p berishdan, tuproqni kuchsizlanishidan, shoxlarni kesib turmaslikdan geron gulining gullamasligi kuzatiladi. Barg qurishi. Barg atrofini qurishi, kam sug'orishdan, geronni o'zi qurib qolsa, zamburug' kasalligidan dalolat beradi. Zamburug' kasalligi esa bu kasallik o'ziga xos ko'rinishda va boshqa kasalliklar bilan adashtirmasangiz ham bo'ladi. Kasallik boshlanishida barglari kulrang tusga kirib, pixlab ketadi. Geronni o'zi yumshab qoladi, badani jigarrang tusga kiradi. O'sha joydan chirish boshlanadi, bargi tukiladi. Bu kasallikning sababi ko'p sarg'ayishdan muolajasi geronni kasallangan joylaridan tozalab tashlang. Tuprog'ini chopiq qiling. Qurishi uchun fungisid bilan оборотка qiling. Geronni ertalab soat 11 gacha sug'orishni tavsiya qilaman. Tuprog'i tez quriydi va yaxshi suv ichadi. Ildiz tizimining chirishi esa kasallik hisoblanadi. Geronning ildiz tizimi, geronni ildizi zamburug' kasalligi bo'lsa chiraydi, barglari sarg'ayadi. Keyin sarg'ayganlari jigarrang va ba'zi joylari qoramtir tusga kiradi. O'rgimchak to'riga o'xshash oq rangli narsalar paydo bo'ladi. Bu kasallikda gulni davolash esa tuprog'ini chopiq qilish, tarkibida azot moddasi bor oziqalarni bermay turish, gulini kasal joylarini olib tashlash va fungisid qo'llash kabi tadbirlar orqali gulni davolasangiz bo'ladi. Geron gulining keyingi kasalligi barg zangi haqida. Barglarida sariq zanglarga o'xshash joylar paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Ko'pincha yostiqcha ko'rinishida bo'lib, ochsangiz oq kukun chiqadi. Geronni butun tanasi zarar ko'rgan bo'lsa, oqibatda noziklashib, to'kilib tushadi. Oxirida butunlay qorayib, chirib ketadi. Gulni kasallikni boshlanishida davolasangiz bo'ladi. Qora rangga kirmasdan oldin bu kasallikni oldini olish mumkin. Davolash choralari esa zarar ko'rgan joylardan tozalab tashlash, tuvakni tagidan sug'orish, fungisid bilan gulni dorilab turish kerak bo'ladi. Keyingisi esa shish kasalligi. Bunda barglar ichida suyuqligi bor shishlar paydo bo'ladi. Oldiniga ular yashil rangda bo'lib, keyin jigarrang bo'ladi. Sabablari ko'p, masalan, sug'orishda xatoliklar va sovuqda qolishi. Davosi kerakli sharoit yaratib berish kerak bu gulni, ya'ni shishdan davolash uchun. Profilaktikasi esa geron gulida deyarli hamma muammolar parvarishni yaxshilanmasligidan kelib chiqadi. Shuning uchun kasallikni oldini olish uchun gulga ancha mehringizni berib, e'tibor bilan qarashingiz kerak bo'ladi. To'g'ri havo harorati, tuproq namligini kuzatib borish, yorug'lik, oziqlantirish, o'zgarishlarga ahamiyat berish, hasharotlarga qarshi kurashish geron gulini ko'p kasalliklardan oldini oladi.
Hasharotlar esa geranda hasharotlardan eng ko'p uchraydigani o'rgimchak, oqima, shira va oqqand. Ular ko'pincha havo harorati quruq joylarda paydo bo'ladi va virus kabi tarqalib ketadi. Infeksiyalarni tashuvchi hisoblanadi. Hasharot tushgan bo'lsa, gulni kir sovunli suvda yuvib, insektisid bilan obordka qilish kerak bo'ladi. Kir sovunli suvdan ozgina kesib olib, bir idishchaga taxlab olish kerak va sepkich orqali oz-ozdan barglariga, ya'ni o'sha hasharot bilan zararlangan joylariga sepib chiqish kerak bo'ladi. Lekin kir sovunli suvni o'tkir qilib yubormaslik kerak. Bargini kuydirib qo'yishi ham mumkin. Hurmatli obunachilar, ma'lumotimiz sizga ma'qul bo'lsa, bizga obuna bo'lib, like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz